Namanganda sog'lom erkak ekanligingizni aniqlash qanchaga tushadi? Narxi video oxirida. Buning uchun vokzalda joylashgan Dilbaro klinikasiga keldim. Menda oxirgi vaqtlarda tanada umumiy charchoq va ichki organlar ba'zan og'rib turadi. Shu uchun Dilbaro klinikasidagi Ilhom akaning oldilariga keldim. Ilhom aka urolog, androlog, erkaklar o'zisti bo'lib ishlaydilar. Ularga barcha muammolarimni aytdim. Ular mendagi buyraklar, jigar, ichki organlar, siydik pufagi, erkaklik a'zolarini ham o'zi qilib ko'rdilar. Hammasi joyida ekan, faqat buyraklarda biroz tosh yig'ilgan ekan. O'zlari dori ham yozib berdilar. Menda shu barcha ichki organlarni o'zi qilish, o'zlari ko'rib, konsultatsiya qilib, tashxis qo'yib, davo rejasini tuzish 130 ming bo'ldi. Menimcha bu narxga umumiy tekshirtirish va davo rejasini tuzish ancha arzon. Bu videoni ko'p kasal bo'ladigan og'ayningizga yuborib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.